ayni magar 3-4 kun oldin ham bunchalik emas edi akalar. Bu Los Angeles, ya'ni men tug'ilib o'sgan joyda hozirgi tepadan, ya'ni kartadan ko'rinish holati. Xuddi qiyomat bo'lyapti turganda Los Anjelesda hozir juda ham kuchli pojar bo'lyapti. Uni o'chirish olmayapti, sababi juda kuchli shamol bo'lib, pojarni tezda boshqa joylarga ko'chirib yuboryapti akalar. Hattoki Gollivudda o'sha mashhur yozuvchi Gollivud sayni yo'qolib ketish, ya'ni yonib ketish xavfi ostida ekan. Los Anjelesning eng qimmat rayonlaridan biri bo'lgan Pacific Palisades umuman yer yuzidan yo'q ketdi akalar. Bu rayonda Tom Hanks, Bradley Cooper, Kardashianlar yashardi, hattoki prezidentlikka nomzodini qo'ygan Kamala Harris. Anjelesda yong'in chiqishidan bir kun oldin taqdimot bo'lgan ekan. Zolotoy globus degan. Shu taqdimotda o'rtakash bitta hazil qildi. 82 yilda birinchi marta biz Xudoni nomini tilga olmasdan bu taqdimotni o'tkazdik. Biz bu ishni Xudosiz epladik deb aytsa, butun zal maza qilib kulibdi. Mana endi natija. Dunyodagi eng qimmatbaho uylar joylashgan kattakon shahar yonyapti. Yonganda ham uzoq yonyapti. Xuddi shunga o'xshagan holat Titanik kemasi cho'kishdan oldin ham bo'lgan edi. Astagfirulloh. O't balosidan, suv balosidan, bevaqt o'lim va qurul tuhmatdan Alloh o'zi hammamizni asrasin. Salomat bo'linglar.